Saya tazarran. Betul. Başlayırsak burada. Tak, yig'ilishimizni davom ettiramiz. Tak, kun tartibidagi masala Arar Muzaffar Muhammadiyevichning topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi. Texnik oliy ta'lim muassasasi misolida mavzusidagi 13.0.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi, texnika, pedagogika fanlari ixtisosligi bo'yicha falsafa doktor PhD ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasining himoyasi. So'z ilmiy kotib Abazov Hamzafirovga marhamat. Dissertant Arar Muzaffar Muhammadiyevichning shaxsiy hujjatlari bilan tanishtiring. Arar Muzaffar Muhammadiyev 1987 yil 11 aprelda Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanida ishchi oilasida tavallud topgan. Millati o'zbek, ma'lumoti oliy. 2009 yilda Toshkent davlat texnika universitetining bakalavr bosqichini tamomlagan. 2013 yilda Toshkent irrigatsiya va melioratsiya institutining magistratura mutaxassisligini tamomlagan. Ish faoliyatini 2005-2009 yillarda Toshkent davlat texnika universiteti talabasi, muhandislik qidiruvlari, giyohxabar, shaharsozlik, kadastr loyiha ilmiy tekshirish instituti Qashqadaryo filiali geodeziya muhandisi. 2011-2013 yillarda Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti magistraturani tamomlagan. 2013-2015 yillarda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi assistenti. 2015-2020 yillarda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti konchilik ishi va geodeziya kafedrasi assistenti. 2020-2024 yillarda Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti geodeziya, kadastr va yerdan foydalanish kafedrasi katta o'qituvchisi. 2025 yildan 2025 yilning 3-martidan hozirgi kungacha Qarshi davlat texnika universiteti yerdan foydalanish geodeziya va geoinformatika kafedrasi dotsenti hisoblanadi. Arar Muzaffar Muhammadiyevning tipografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi, texnika oliy ta'lim muassasalari misolida mavzusidagi tadqiqot ishini yakunlangan. Shu kungacha dissertatsiya mavzusi bo'yicha 25 dan ziyod ilmiy ishlar chop etilgan. Respublika oliy attestatsiya komissiyasi tarkibidagi jurnallarda 5 ta, xalqaro oliy attestatsiya komissiyasi tasarruflari jurnallarda 3 ta, ilmiy maqola va xalqaro konferensiyalarda 8 ta, respublika konferensiyalarida 7 dan ziyod ma'ruzalarda muhokama qilingan. 5 ta dasturiy ta'minotga O'zbekiston Respublikasi Intellektual mulk agentligi mualliflik guvohnomasi olingan. 2 ta darslik va 2 ta o'quv qo'llanma, 1 ta monografiya chop etilgan. Monografiya imtihonlari ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi fanini o'qitish
metodikasida 80 ball, chet tili 80 ball. Hammasi Bundan tashqari Oliy Assotsiatsiya komissiyasi raisasi qaroriga muvofiq belgilangan qo'shimcha imtihonlar pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat 71 ball, pedagogik nazariyasi va tarixidan 60 ball ga topshirgan. Oilali 2 nafar farzandning otasi. Ifodangiz uchun rahmat. Так, savollar bormi Hamzakevichga? Yo'qmi? Dissertatsiya ishtirishni mazmunini bayon etishchi so'z dissertant Arar Muzaffar Muhammadiyevichga. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum kengash raisi, hurmatli a'zolar hamda mehmonlar. Doimgi topagiraf xizmatchilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grant tayyorgarligi rivojlanish metodikasi mavzusini havola etmoqchiman. Jahonda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, texnik oliy ta'lim tizimida integratsiya va globallashuv jarayonlarining rivojlanishi, yuqori malakali raqobatbardosh muhandis kadrlarini tayyorlash masalasi dolzarb vazifa sifatida belgilanmoqda. Shu sababli oliy ta'lim muassasalarida muhandislik ta'lim yo'nalishi talabalarini xalqaro standartlar darajasida kasbiy faoliyatga tayyorlash, zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan, jumladan ArcGIS, AutoCAD, Visual Studio'dan foydalanib, talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dissertatsiya ishida hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qaror, farmonlar ijrosini ta'minlash muayyan darajada xizmat qiladi. Oliy ta'lim tizimida, mamlakatimizda ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalarni va axborot kommunikatsiyalarini joriy etish bo'yicha respublikamiz yetakchi olimlaridan Abduqodirov, Bugunqulov, Hamidov, Himmataliyev, To'raqulov va qator olimlar ilmiy ishlar olib borishga, ta'lim jarayoni o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishda dasturiy vositadan foydalanish bo'yicha MDH mamlakatlari olimlaridan Andreev, Brilliant va boshqa qator olimlar shug'ullanishga, bo'lajak muhandislarning grant tayyorgarligini rivojlantirish muammolari bo'yicha xorijiy olimlardan Anderson, Bullock, Bullock va qator olimlar ilmiy izlanishlar olib borishgan. Dissertatsiya mavzusiga doir ilmiy pedagogik psixologik adabiyotlar va ilmiy ishlarda o'rganish maqsadida quyidagi muammolar borligi aniqlandi. Jumladan, texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning tashkiliy pedagogik shart-sharoitlarini geodezik, topograf metodlarni didaktik uyg'unlashtirish orqali aniqlashtirish. Ikkinchisi, topograf xizmatchilik faniga doir geodezik, kartograf, kadastr ishlarini fazoviy hamda kuchli modellashtirishning uslubiy didaktik ta'minotini, talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning metodik modelini ishlab chiqish. Topograf xizmatchilik fanidan talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasini raqam texnologiyalar, sun'iy intellekt, sun'iy yo'ldosh navigatsiya vositalari majmuida rivojlantirish. Texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarni dala sharoitida geodezik o'lchash, aerokosmik kuzatish hamda fotogrammetrik o'lchash ishlarini bajarish tayyorgarligini baholash, mezonlarni optimallashtirish vazifalari, muammolari borligi aniqlandi. Tadqiqot maqsadi texnika oliy ta'lim muassasalarida topograf xizmatchilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishdan iborat. Obyektda texnika oliy ta'lim muassasalarida xizmatchilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish jarayoni hisoblanadi. Tadqiqot predmeti sifatida texnika oliy ta'lim muassasalarida xizmatchilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning mazmuni, shakli, metodlari hamda vositalari hisoblanadi. Texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning tashkiliy pedagogik shart-sharoitlarini geodezik, topograf metodlarini didaktik umumlashtirish orqali aniqlantirish bu birinchi vazifa hisoblanadi. Bu bo'yicha men tomonimdan, biz tomonimizdan uslubiy didaktik ta'minot bo'yicha biz tomonimizdan jami 2 ta darslik, 3 ta o'quv qo'llanma, 1 ta monografiya hamda bitta elektron mobil ilova ishlab chiqildi hamda amaliyotga joriy etildi. U bo'yicha vazirlik tashkilotlarida demak guvohnomalari, sertifikatlar hamda nashr nusxalari mavjud bor.
grafik fanlar sifatida topograf chizmachilik, topografiya, geodeziya qator fanlarda aytishimiz mumkin hamda bu asosan demak fanlarni o'qitish bo'yicha maqsad o'qitishda mazmuni natija belgilab olindi. Demak ta'lim o'qituvda oltaki yozma, vizual yoki elektron ta'lim resurslaridan foydalanish natijasi esa test, imtihonlar orqali demak baholanadi. Demak bu ishlarda asosan biz mana shu sohaga tegishli bo'lgan dasturlardan bugungi kunda butun dunyo miqyosida global demak dastur hisoblanayotgan ARGIS dasturi bu demak topograf chizmachilik sohasida geografik axborot tizimlari demak eng mashhur va ko'p tarqalgan dastur ta'minotdan biri. Bu Amerikalik demak AQShning ISR kompaniyasining mahsuloti hisoblanib, bu ma'lumotlarni yig'ish, loyihalarni bajarish, vizuallashtirish, xaritalash yoki bo'lmasa o'sha yer haqidagi ma'lumotlar tuzishda qo'llaniladi. Bunda geografik obyektlar atributlari, ya'ni ma'lumotlar olinishi, demak ishlash imkoniyatini beradigan dasturlar va buni demak turli xil dasturda ilovalari mavjud. Mana bu demak ilovalar demak ko'rinishlari aks ettirilgan. Talabalar mana shu dasturiy ta'minot yordamida mana shu sohaga tegishli bo'lgan karta chizish yoki yer yuzini past balandliklarini aniqlash, o'lchash, loyihalarni bajarish qator masalalar bo'yicha dasturda bajarish. Demak buni o'zida uchdi, ya'ni o'sha vizuallashtirish yoki unga qanaqa animatsiyalar berish kabi turli xil masalalar yoki bo'lmasa nimalar bajarilishi mumkin. Demak bu yordamida biz sohamiz bo'yicha topograf sohasi bo'yicha bugungi paytda eng zamonaviy yo'nalish hisoblangan o'sha sun'iy yo'ldosh texnologiyada ma'lumotlar olish, aerokosmik ma'lumotlardan foydalanish bu nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo miqyosida bugungi paytda eng rivojlanib borayotgan yo'nalish hisoblanadi va bu yerda o'sha hududni yoki respublikani demak kuzatish yoki ma'lumotlarni olish, maydonlarni hisoblash, turli xil maqsadlarda uni o'sha kartalarni chizish yoki uni chegaralarini aniqlash, maydonlarni o'rganish maqsadida mana bunday ko'rinishda ishlar bajarish mumkin. Ya'ni bundan o'sha sun'iy yo'ldosh yordamida olingan tasvirlardan foydalanib talabalar dasturda, ARGIS dasturida karta yoki uni planlarini turli xil masshtablarda demak chizishi, uni demak ishni davom ettirishi mumkin bo'ladi. Demak bu yerda o'sha dasturda bajarilgan ishlar va bu yerda o'sha aerokosmik tasvirlarda demak qanday ishlash tartibi demak ketma-ketlikda keltirib o'tilyapti. Birinchi yangiligimiz texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning tashkiliy, pedagog shart-sharoitlarini ta'minlash hamda gorizontal, vertikal burchaklarni o'lchash, teorik teoriya kompasda hamda raqamli geodezik topograf metodlarni didaktik umumlashtirish orqali geofazoviy, geoaxborot tizimlarida topografik va kartografik asosni yaratish va yangilash imkoniyatlari aniqlashtirilgan. Ikkinchi vazifa sifatida esa topograf chizmachilik fanida doim geodezik, kartografik, kadastr ishlarini fazoviy va uchta modellashtirishning ustunlik ta'minoti talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning metodik model ishlab chiqish edi. Demak biz metodik modelda ishlab chiqishda respublikamiz yetakchi olimlaridan demak Huyseynev, Hamidov, Turayev va Shtof modellaridan foydalandik va biz tomonidan ishlab chiqilgan modelning aynan texnologik jarayonlar hamda baholovchi natijaviy komponentlari rivojlantirildi. Demak, quyidagi taqdimotda biz o'sha modelni ko'rishimiz mumkin. Bizda asosan texnologik jarayonlar komponenti va baholovchi qismi demak shakl takomillashtirildi. Bu yerda grafik fanlar sifatida demak topograf chizmachilik, geodeziya, kartografiya qator fanlarda aytish mumkin. Chizmachilikda foydalaniladigan dasturiy ta'minotlar, vositalar, AutoCAD, ArcGIS, Haskell, Google Earth, ProGIS va boshqa qator dasturlarda misol qilib aytish mumkin. Hamda ilova, topograf chizmachilik bo'yicha ilova demak bu yerda innovatsion ta'lim shakllari sifatida demak telekonferensiyalar, konferension dars, kombinatsion dars, Zoom ana shakllari esa bu bilamizki ma'ruza, amaliy, laboratoriya, mustaqil ta'lim, individual loyiha, malakali amaliyot hamda bitiruv malakali ishlar. Metodikalarimiz lingvistik ta'lim, differensial o'qitish, loyihalar, KIS, hamkorlikda o'qitish, vositalar esa kompyuter, proyektorlar, taqdimotlar yoki uslubiy ta'minot, elektron ta'lim resurslari, topshiriqlar tizimi,
bularni demak aytib o'tishimiz mumkin. Demak shakllar esa bu o'sha baholash mezonlari esa motivatsion, kognitiv, faoliyatli, refleksiv. Demak bu darajalari esa yuqori, o'rta, past, kreativ, izlanuvchi hamda reproduktiv darajalarga bo'lingan. Ikkinchi ilmiy yangilik sifatida topograf chizmachilik faniga doir geodezik, kartografik va kadastr ishlarini fazoviy kuchli modellashtirishning uslubi ta'minoti, talabalarning graf tayyorgarligini rivojlantirishning metodik modeli maqsad, mazmun, jarayon, tashxislash va natija komponentlar uzviligida hamda raqam texnologiyalaridan ustuvorlik berish asosida ishlab chiqilgan. Uchinchi vazifamiz topograf chizmachilik fanidan talabalarning graf tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi raqamli texnologik sun'iy intellekt, yo'ldosh navigatsiya vositalari majmuida rivojlantirildi. Demak, bunda talabalar grafik tayyorgarligini rivojlantirishda raqam texnologiyalaridan samarali foydalanildi. Ya'ni bu yerda AutoCAD, AutoCAD, ArcGIS, Sasqalanib, Google Earth Pro, kuchli modellashtirish kabi texnologiyalar yordamida talabada amaliy ko'nikmalar shakllantirish imkoniyati yaratildi. Bu esa ularning grafik darajasini oshiradi. Ta'lim shakllari, metodlari va vositalari sifatida biz buni asosan akademik ta'lim shakllari, ular mana mavzu, amaliy mashg'ulot, amaliyotlar hamda bitiruv markab ishi, innovatsion ta'lim shakllari esa to'garaklar tashkil etish, ekskursiya, kombinatsion dars konferensiya, bu yerda graf tayyorgarligini rivojlangan muhandis natijasi nima qilinyapti? Endi biz bunda eskiz chizish metodini qo'llanish, ya'ni metodika bo'yicha nazariy ma'lumotlar, masalan, turli xil masshtabdan biz o'sha o'zimizga zarur bo'lgan, demak, masshtabdagi kartani hosil qilishimiz, demak, bu yerda umumiydan xususiyga o'tish prinsipida, ya'ni o'sha eng maga masshtabidan o'sha kichik katta yirik masshtabli kartalar olishgacha bo'lgan jarayonda. Mana bu yerda X nimada har bitta masshtablari bo'yicha, demak, katta kichik 100 ming, 1 million, 500 ming, 200 ming turli xil masshtablarda, ya'ni bu masshtab yiriklashib boryapti. Demak, qancha yiriklashgan sari hududlarda nimasi joylashuvini, demak, kamroq joylashtirishga to'g'ri keladi. Demak, bu eski chizish metodini qo'llanilishi. Demak, talabalarga demak topshiriq berilgan, talabalar mana shu masshtablar bo'yicha o'sha hududda kartasini qirqib olish kerak. Masalan, respublikamizda tumanlikni yoki butun dunyoning kartasida O'zbekiston kartasini ajratib, ko'rsatishi va tegishli masshtablarda ifodalab berishi kerak bo'ladi. Topografik tarmoqlar klasteri metodini qo'llanish, demak, topografik masshtabli xarita varaqlari nomenklaturasi, demak, nomlanish degani, demak, turli masshtablarda masshtablar, demak, maga masshtabli romb burchaklar o'lchanish, nomenklatura misollar, xaritalar, varaqlar soni, karta masshtablari, demak, bu yerda turli masshtabda va uning nomlanishi bilan nima qilinadi? Geografik kenglik, uzoqlik bo'yicha, ya'ni bu biz aytamizki, buni ekvator yoki meridian deb ma'nolaymiz. Nima uchun texnikasidan foydalanib savolning javoblarini jadval sxemalariga yozib to'ldirish, ya'ni biz talabaga kartani turi degan paytimizda u demak turli xil kartalar nomlari bo'yicha demak bizga ko'rsatib ifodalab berishi talab etiladi. Bu yerda mana misol uchun kartalar tiplari, kartalar chizish yoki elektron karta yaratish yoki geodezik kursi yoki masalalarni yechish. Buning davomida ular shu bo'yicha demak ta'rif yoki misollar yechish kabi vazifalar bajarilishi mana shu metodga to'g'ri keladi. Demak, kesma metodlar, demak, bu yerda fikringizni bayon eting, fikringizni sabab bayonini, demak, sabab ko'rsating, sababingizni isbotlovchi dalil keltiring hamda umumlashtiring. Demak, bu kesma metod, demak, talabalar o'zlari mana shu nima bo'yicha har bitta demak topograf terminlarga ular izoh berish kerak bo'ladi. Endi bizda yer va bino inshootlar xatlovi, demak, nimadan mana shu modellarning demak ishlab chiqilganligi bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimiga ham keskin ta'sir etmoqda. Shu maqsadda biz tomonimizdan bo'lajak muhandislarning graf tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan demak modellar ishlab chiqilganligi, demak, buni afzalliklar talabalarga istalgan joyda, istalgan vaqtda bilim olishlari uchun zarur bilimlar olishi, o'zlariga imkoniyat beradi. Bu yerda
o'sha ilova telefonga ustoka qilinadi, to'g'rilangan. Bunga hech qanaqa internet yoki anaqa joy tanlanmas. O'sha ilovani yuklasa bo'ldi. Mana buni o'zida talaba xohlagan mavzu bo'yicha xohlagan demak kerakli bilimni olish imkoniyati mavjud bo'ladi burada. Uchinchi yangiligida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi demak dasturlarda AutoCAD, ArcGIS, raqam texnologiyada mujassamlashgan didaktik innovatsiya muhitida topografik, geofizik, aerofotosyomka, fotografik ishlarni yuritishning zamonaviy usullarini ishlab chiqish hamda raqamli texnologik sun'iy intellekt va sun'iy yo'ldosh navigatsiya vositalari majmuida takomillashtirilgan. To'rtinchi vazifa sifatida texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning dala sharoitida geofizik o'lchash, aerokosmik kuzatish, geometrik, fotogrammetrik o'lchash ishlarini bajarishga tayyorgarligini baholash mezonlarini optimallashtirish. Demak, bu 2021-2024 yillarda Toshkent texnika universiteti, Samarqand aksiya qurilish universitetida hamda Qarshi muhandislik universitetlarida bajarildi. Demak, tajriba sinovlari qayd etuvchi, izlanuvchi, ta'lim beruvchi bosqichlardan amalga oshib 328 ta nafar respondent ishtirok etdi. Bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini shakllanganlik darajalarini baholash mezonlari motivatsion, kognitiv faoliyati hamda refleksiv mezon orqali baholanyapti. Kognitiv mezon bu o'sha bilish, tushunish, bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyatini asosida yotuvchi umummilliy kasbiy maxsus bilimlar egallagan darajasi. Motivatsiya qadriyat mezon talabalarga o'sha qiziqtirish, ular qiziqishlarini bilish hamda shaxsni o'zini o'zi rivojlantirish va imkoniyatlarni amalga oshirishi hamda hayotni idrok etishini ajralmas qismi sifatida keyingisi mana faoliyatli mezon, refleksiv mezon. Masalan, topografiyada hodisa va jarayonlar vizuallashtirishda kasbiy faoliyatini yuqori darajada olib borishi, grafikada dastur vositadan foydalanib olishi, ilmiy ishlarni demak olib borishi hamda o'z kasbiy faoliyatiga ijodiy yondasha olishi bu refleksiv mezon. Darajalarimiz deduktiv, izlanuvchi, kreativ. Demak, bu o'rta, past, o'rta, yuqori deyiladi. Deduktivda topografiya sohasida mustaqil kasbiy faoliyat olib bora olmasligi, grafik tayyorgarligi past darajada rivojlanganligi bir deduktiv darajada hisoblanadi. Izlanuvchida demak fanda mustaqil kasbiy faoliyat olib borishi, grafik tayyorgarligi demak o'rta darajada rivojlangan. Kreativ topograf sohasida mustaqil kasbiy faoliyat olib borishi, grafik tayyorgarligi yuqori darajada rivojlanganligi. Shunda tajriba sinov ishlari demak olib borilganligi 328 ta nafar talaba qatnashdi. To'rtinchi yangilik sifatida texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlangan darajalarini motivatsion, kognitiv faoliyati, refleksiv baholash mezonlari, dala sharoitida geofizik o'lchash, aerokosmik kuzatish, geometrik va fotogrammetrik o'lchash natijalarini statistik qayta ishlash, bajarishga tayyorgarlik ko'rsatkichlarini rivojlantirish asosida takomillashtirilgan. Dissertatsiya xulosalari, taklif, tavsiyalar tafsilat orqali keltirib o'tilgan. Xulosalarimiz bor bizda. Rahmat. Marhamat, savol javoblarga o'tamiz. Kimda qanday savollar bor? Rahmat aka, marhamat. Rahmat Bahram. Assalomu alaykum, yana bir bor. Hurmatli kengash a'zolari. Faqatgina tadqiqotchi o'zining dissertatsiyasi bo'yicha barcha fikrlarni to'liq, aniq, mazmunli holatda yozib berishga harakat qildi. Shunday bo'lsa-da, tadqiqotchiga menda quyidagicha savollar bor. Birinchidan, dissertatsiya ishingizda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishga qaratilgan uslubiy didaktik ta'minot bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirgansiz? Bu birinchi savol. Ikkinchisi, tadqiqot ishingizda qanday
dasturlardan foydalangansiz va qanday ijobiy tomonlarga erishgansiz? Bu ikkinchi savol. Uchinchi savol. Bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligi nima va uning asosiy komponentlari nimalardan iborat? Mana shu uchta savolga aniqlik kiritib bersangiz yaxshi bo'lardi. Javobingiz uchun oldin katta rahmat. Rahmat savolingiz uchun. Demak, birinchi savolingiz bo'yicha dissertatsiyada dars ta'minoti bo'yicha bu yerda asosan biz tomonimizdan ikkita darslik, uchta o'quv qo'llanma, bitta monografiya hamda mobil ilovalar ishlab chiqilgan. Mana shu orqali biz talabalarda o'sha adabiyotlardan foydalandik. Men bu yerda har bitta universitet adabiyotlarimizdan berdik. Tashqarisida Xalqaro universitet kutubxonasiga ham mana shu adabiyotlarning hammasini elektron holatda topshirdik. Bu uchun ma'lumotlar olingan. Ikkinchi savolingiz bo'yicha, demak, dissertatsiya ishida asosan bizning mana shu topografiya sohasi bu asosan o'sha yer bilan bog'liq bo'lgan, yerda demak o'lchashlar bajarish bilan bog'liq bo'lgan soha bo'lgani uchun bizda asosan mana bu loyihalar uchun yoki karta plan tuzish uchun yoki yer yuzini past balandlikdan o'lchash uchun bizda yuqorida aytganimizdek ArcGIS, AutoCAD, Google Earth, Transparent dasturlari bor va bu mana shu soha uchun aynan to'g'ri keladigan dasturlar hisoblanadi. Bunda eng oxirgi nimasi bo'yicha yangi zamonaviy dastur hisoblanganligi uchun. Uchinchi savol bo'yicha, demak, grafik tayyorgarligini bilish. Demak, bu yerda talabalarimiz demak, grafik tayyorgarligini qanday bilamiz degan bilish uchun demak, talabalar o'zi mustaqil dasturlarda ishlashni bilishi, biz bergan topshiriqlarni, karta plan tuzishni demak mustaqil demak o'zlashtira olishi, bajara olishi, mana buni o'zidan ham biz talabalarimizni yoki o'sha soha bo'yicha, fan bo'yicha demak ma'lumotlarga, tasavvurga ega bo'lishi mana shu fan talabalarimizni demak grafik tayyorgarligidan dalolat beradi. Marhamat. Marhamat Nasirich. Assalomu alaykum, hurmatli rais, hurmatli kengash a'zolari. Mana Muzaffar Muhammadiyevichning ma'ruzasidan va dekoratda keltirilgan sharhlardan kelib chiqib bir ikkita savollar tug'ildi. Marhamat. Siz tadqiqot ishingizda qaysi metodlardan foydalandingiz? Ushbu metodlarning samaradorligi qay darajada ko'rinadi ishingizdan? Ikkinchi savol. Topografik chizmachilik bo'yicha mahalliy olimlardan kimlar tadqiqot ishlarini olib borgan va sizni ishingizni ulardan qanaqa farqi bor? Uchinchi savol. Soha rivoji nuqtai nazaridan grafik tayyorgarlik metodikasini yangilash zarurati nimadan kelib chiqdi? Asos. Marhamat. Rahmat savolingiz uchun. Metodlarda biz asosan bu metodlar juda ham ko'p, mingdan ortiq metodlar bor. Endi bu o'sha fanni nimasidan kelib xususiyatdan kelib chiqib, demak qaysidan tanlab olishimiz kerak? Bizga asosan mana shu bizdagi chizmachilik, grafik fan bo'lgani uchun X chizish yoki loyihalash metodlari yoki mana shunga o'xshagan baliq nima uchun metodlardan foydalandik biz. Mana Facebook metodlaridan foydalandik. Sohamizni fanni xususiyatidan kelib chiqib shuni tanlaganmiz. Birinchi savol, ikkinchi savolga ustoz, mahalliy olimlarimizdan biz mana shu asosan respublikamizda demak olimlardan Abduqodirov, Bekimqulov, Zakirov, Hamidov, Himmataliyev, To'raqulov va bundan tashqari aynan topografika sohasi bo'yicha esa Musayev, Qosimov, Abizbayev kabi qator olimlardan, Mubarakov kabi olimlarning ishlaridan foydalanganmiz. Uchinchi savol bo'yicha demak sohada grafik bu yerda biz sohamiz bo'yicha ko'pchilik adabiyotlar bugunda bori ham ruscha, inglizcha bo'lyapti. Demak o'zbekcha nashrlari demak bor, bo'lsa ham soni nashrlari kam. Shuni hisobidan bu bo'yicha demak mana shu o'zbekcha bo'lgan nashr, o'zbek tilida nashrlar, adabiyotlar demak sonini ko'paytirish, buni o'sha kutubxonalarga demak yetkazish, mana buni o'zi ham talab etiladi hamda bu mana bo'yicha dasturlarni demak bilishimiz talab etiladi. Ya'niki mana oldinlari yaqinda ham o'sha ko'p mana karta planlarning hammasi
pul chizilgan bo'lsa, bugungi paytda bu endi asosan dasturlar chizilishi yoki bo'lmasa mana bu dasturlar chizilgan, demak karta planlarimizni sifati yoki bo'lmasa demak aniqlik yuqori bo'lganligi uchun mana shuni o'zi ham zaruriyatni keltirib chiqaradi. Mana shu Tak, marhamat yana savollar. Baxtiyor, marhamat. Rahmat, hurmatli rais. Tadqiqotchiga quyidagi savollarim bor edi. Demak, birinchi savolim texnika oliy ta'lim muassasalarida tipografik chizmachilik fanini demak o'qitishda bo'lajak muhassan grafik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari haqida gapirib o'tdingiz qisqacha. O'shani sal to'liqroq tushuntirib bersangiz bizga. Ikkinchi savolim, sizni tadqiqotchingizda mana bugungi kunda bizni dolzarb bo'lib turibdi, institutimizda ham dual ta'limga e'tibor qaratilganmi? Shu haqda nimalar bor ishingizda? Uchinchi savolim, tadqiqotchingiz demak tipografik chizmachilik fani misolida olib borilibdi. Shu fanni o'qitishning demak an'anaviy usulini biz bilamiz. Siz innovatsion usulni taklif qilgansiz. Shu ikkovini bir qiyosiy tahlil qilib bera olasizmi? rahmat savolingiz uchun. Texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni kerak tayyorgarligini rivojlantirish. Deganda endi bu Pedagogik shart-sharoitlar. Pedagogik shart-sharoitlar. Bu yerda biz aytib o'tdikki, demak adabiyotlarda, ya'ni o'sha ustubiy ta'minotda, sharoitlarda, ya'ni bu yerda mana misol uchun mana kompyuter bizga asosan hammasi kompyuter bilan bog'liq bo'lgan dasturlar. Masalan, talabalarda hammasida ham kompyuter bo'lmasligi mumkin. Mavjud bo'lgan demak kompyuterlar bularda nimasiga mana shu o'zi ham bitta nima, ya'niki o'sha misol berish mumkin. Demak, dual ta'lim ikkinchi savol bo'yicha dual ta'lim masalasi bo'yicha mana shu bizning kafedrani Qashqadaryo viloyati kadastr agentligida demak filiali bor. Talabalarimiz shanba kunlari demak ishlab chiqarishga borib, bu yerda ham dars nimasi almashib o'tilishi mavjud. Demak, dual ta'lim masalasi bo'yicha demak qisman aytib o'tilgan deydi. Uchinchi savolingiz bo'yicha demak tipografik chizmachilik fanini o'sha an'anaviy hamda zamonaviy usullari deyilyapti. Demak, an'anaviy usulga qaraganda zamonaviy metodlarning qo'llanilishi demak bugungi paytda zamon talab. Biz aytib o'tdik yuqorida ta'limot boshida ham butun dunyoda, nafaqat O'zbekiston, butun dunyoda o'sha raqam texnologiyaga o'tish yoki mana shu kompyuter dasturlarida o'zlashtirish, demak bu yerda talabalarda demak vizual ko'rishi, butun o'tirgan joyda kompyuterni o'zidan xohlagan hudud haqidagi makonlarni olishi, mana bularni aytish mumkin bo'lasiz. Birinchi savolga aniqlik kiriting. Pedagogik shartlar nimada, sharoitlar nimada? Qolgani ketadi. Bizdagi shart-sharoitlar o'sha tashkilotda auditoriyada o'sha maxsus nima qilingan o'sha kompyuterlar mavjud bo'lgan auditoriylar mavjudligi. Qarang. Qanday shart bajarilsa va qanday sharoit yaratib bersak, bolalarda o'sha grafik tayyorgarligi rivojlanadi. Qisqacha. Bu haqda siz ishingizda bor. Demak, umumiy ma'noda pedagogik shart-sharoitlar 3 ta katta guruhga bo'lish deyilyapti. Mana bu yerda tashkiliy pedagogik, metodik, trigonometrik, tashkiliy pedagogik bunda grafik fanlar bo'yicha fan dasturlarini tahlil qilish, fan dasturlari mazmunga qo'shimchalar kiritish, malaka talablari, grafik fanlarni o'qitish bo'yicha keltirilgan izohlar mazmunan to'ldirilishi, metodik bo'yicha bu holda talabalarga grafik fanlarni o'qitishda grafik tayyorgarligini rivojlanish yuzasidan o'zini kasbiy kompetentliklar rivojlanishini ta'minlay olish, refleksiv harakatlar amalga oshirishga tayyorlash hamda imkoniyatlar yaratib berishimiz talabalarga. Trigonometrik bu holda talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish yo'naltirilgan didaktik, pedagogik dasturiy hamda topshiriqlar tizimida tizimlashtirib chiqish, onlayn va offlayn grafik bilim olishga sharoitlar to'plamini ishlab chiqish, talabalarning ishlab chiqarishdagi grafik, ijtimoiy, psixologik hamda texnik tashkiliy sharoitlarga moslashishni osonlashtirish.
Ketadi. Tak, marhamat. Yana kimda savol bor? Usonov Mehriddin Mustafayevich. Rahmat, hurmatli rais. Mana arzani ishda aniqlashtiruvchi savollar keldi. Topografik xizmatchilik fanini deyapmiz. Siz hozir kunda o'quv dasturlari, kataloglari hammasi o'sha oliy ta'lim muassasasi takliflari asosida ishlab chiqilyapti. O'zimizda topografik xizmatchilik fanini ta'lim turlari, mavzu, amaliy laboratoriya menimcha yo'q bo'lgan mustaqildan hozir kunda qanday soatlar va siz bu soatlar o'zgartirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqqanmisiz? Birinchi savolim. Ikkinchi savolim, savol davom etsin. O'sha topografik xizmatchilik fanini samarali o'qitish uchun qanday o'quv dasturiy ta'minot talab etiladi hozir? Va mana shu metodikani joriy qilishda qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz va ularning yechimlari qanday bo'ldi? Nimalardan iborat bo'ldi? Biz savolingizga topografik xizmatchilik fanida o'quv bo'yicha 30 soat ma'ruza, 30 soat amaliy mashg'ulot belgilangan. Mening taklifim, demak, bu ko'proq amaliy fan bilan bog'liq bo'lganligi uchun, demak, ma'ruza soatlarini qisqartirib, ko'proq amaliy mashg'ulotga, demak, soatlarni ko'paytirish taklif qilaman. Sababi, demak, ma'ruza darslarida talabalar amaliy ishlarni bajarish uchun, demak, ma'lumotlarni olish nisbatan kamroq. Talaba bilan o'qituvchi, demak, ko'proq amaliy mashg'ulotlarda, kompyuterda yoki bo'lmasa mustaqil ta'limda shug'ullanganda, demak, ko'proq ma'lumotlar olishi hamda o'rganishi mumkin bo'ladi. Endi ikkinchi savolingiz bo'yicha talabalarda dasturiy ta'minotlar hamda duch kelayotgan muammolar borligiladi. Biz talabalarimiz ko'pchiligi, demak, asosan amaliy ishlar, ya'ni dala o'chashlarga chiqishi yoki ko'proq o'sha dalada, ko'chada maydonlar o'chash bog'liq bo'lganligi uchun bu yerda bizda institutida ham o'sha o'quv poligonlari mavjud, lekin talabalar soni nisbatan kamroq bugungi paytda. Demak, bu yerda taklifimiz ham yana o'sha o'quv poligonlarini amal maydonlarini, demak, ko'paytirish yoki sonlarni joyini kengaytirish taklifini aytmoqchiman. Rahmat. Tak, marhamat, yana savollar. Yana kimda bor savollar? Marhamat, Rustam Shenikov. Assalomu alaykum. Endi avval Muzaffar Muhammadiyevga savolim. Mana bu 28-slaydingizda siz ana tajribalarni o'tkazyapsiz. Oxirida natija olyapsiz, to'g'rimi? Mana shu yerda 28 dona joy bor. To'g'ri, samaradorlikni aniqlayapsiz. 13% ga yuqori. Nimaga asosan 13%? Nimaga nisbatan 13% ga? Shuni bir tushuntirib bering. Nima uchun 13% ga? Talabalarda bu yerda biz tadrislar paytida, demak, 3 ta oliy ta'lim muassasalari 328 nafar talaba qatnashdi. Demak, bu yerda buni student metodikasi bo'yicha hisoblaganimizda nimalarki 13% yuqoriligi aniqlandi. Nimaga nisbatan 13% kelib chiqyapti? Shuni tushuntirib bering deyapman. Qayerda kelib chiqish 13 ga? Qaysisi 0%, bu 13%, qaysisi guruhlarda bo'ladi? Boshqa. Mana shundan Talabalar soni ular kesimida hisoblanganda. Tajriba sinov paytida, demak, olingan ma'lumotlar asosida nazorat guruhlariniki, demak, 13% yuqoriligi Tak, yana savollar, marhamat. Bormi savollar? Tak. Bo'lmasa menda savol bor.
Modelingizni ochinglar. 14. Şu modelingiz qarang, şu topografik chizmachilik fanini o'qitishda ishlatmoqchisiz. Yana qaysi fanlarda shu modelni ishlasak bo'ladi? Talabalarni grafik tayyorgarligini rivojlantirish asosan ustoz bitta nimaga fanga bog'liq emas. Biz fanlarimiz asosan geodeziya, kartografiya, topografiya, mana aerokosmik fotogrametriya qator fanlar bor. Demak, mana shu ustozidan kelib chiqib biz boshqa fanlardan nima qilish mumkinmi? Biz asosan mana shu chizmachilik fani bo'lgani uchun, asosiy ish bajarilgani uchun biz mana shu fan Tajriba sinov natijalarida faqat shu fanda o'tkazirdingizmi yo boshqa fanga o'tkazirdingizmi? mana shu fan bo'yicha asosan Faqat bitta shu fan bo'yicha o'tkazirdingiz. To'g'ri. 22 slayd. Qarang, yer va bino inshootlar xatlovi. Bu o'zi xatlov qilinyapti hozirgi kunda. Hamma yerimizni o'zi xatlab bo'ldi hozirda. O'zi tepadan olyapti, kimning necha sotik joyi bor, kimning necha gektar joyi bor, hammasini olyapti. O'zi bor ilova. Sizning ilovaningizning yangiligi nima deb berdi? Nimaga qayerga yangilik kiritdingiz? bizga asosan talabalarga mo'ljallanganligi, demak bu asosan o'sha telefondan o'sha elementni tortib yoki mustamlaka qilib, talaba o'sha internetsiz bo'lgan holatlarda ham xohlagan joyida kerakli ma'lumotlarni olishi, o'rganishi uchun ishlab chiqilgan modellar hisoblanadi bu. Bu yer va bino inshootlarni xatlovini biz hozir mana vazirliklar o'tkaziryapti. Shularga bersak, ular ham foydalansa bo'ladimi? Bo'ladi ustoz. Buni taklif qildingizmi, qilmadingizmi ularga? Mana men mobil ilova yaratdim. Mana endi mana undan ham foydalansalaring bo'ladi degan taklif bering, bu ilovangizni soting demoqchiman. Mablag' toping demoqchiman. Agar haqiqatdan ham ularning ilovasidan afzalligi ko'proq bo'lsa. Yetarli bo'lmasa, so'z dissertatsiya ilmiy rahbar, pedagogika fanlari doktor professor Hamidov Jalol Abdurasulov. Rahmat. Dissertatsiya vaqt tarifatiga kelgan taxrizlarni e'lon qilish uchun so'z ilmiy kotib va ba'zi ilhomlar beruvchiga. Tashkilot sifatida belgilangan Qarshi davlat universitetining pedagogika fakulteti boshlang'ich ta'lim kafedrasining modernizatsiyalashgan ta'lim texnologiyalari kengaytirilgan ilmiy seminarida 2025-yil 13-iyunda muhokama etilgan. Ilmiy seminar raisi pedagogika fanlari doktori professor Shodiyev, tadqiqotchilar pedagogika fanlari doktori professor Nurullayeva va professor Aslanovalar belgilangan seminar bayonnomasi Qarshi davlat universiteti rektori Nabiyev tomonidan tasdiqlangan xulosa ijobi berilgan va quyidagi kamchilik va takliflar berilgan. Birinchisi, dissertatsiya ishida ba'zida izohlar, texnik atamalar va jumlalar uchraydi. Ularning qisqacha mazmuni ishning ilova qismida keltirilsa, ishning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi, adabiyotlar ro'yxatidagi o'z aktualligini yo'qotgan adabiyotlarning o'rniga yangi zamon talablariga javob beruvchi manbalardan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lardi. Keyingisi, dissertatsiya ishida taklif qilingan bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish va an'anaviy yondashuvning siyosiy tahlili kengroq ochib berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi, dasturiy vositalar Argus, AutoCAD, Sysplane ishda tatbiq etilgan, lekin ularni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari kengroq ochib berilganda ishning amaliy ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi, dissertatsiyaning birinchi bobida mazkur ishda ko'rsatilgan muammolar atrofida xorijda ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchilarning ishlaridan kengroq tahlil etilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi, dissertatsiyada tipografik chizmachilik fanini dasturiy vositalar asosida o'qitish hamda an'anaviy o'qitish jarayonining tahliliy jadvali keltirilganda
ishning qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi dissertatsiyada foydalanilgan dasturiy vositalar imkoniyatlarini hamda afzalliklarini kengroq yoritib o'tilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan dars ishlanmalari, chizmalar ilovada aks etsa talabga ishning muvaffaqiyatli bo'lishiga olib kelar edi. Ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar, taklif va mulohazalar ishning mazmuniga ta'sir qilmaydi deb ijobiy xulosa berilgan. Avtoritetlarga kelgan tadrislar birinchisi Yujniy Qozog'iston universiteti imeniy Muxtor Abizov kandidat texnicheskiy nauk Kamolov tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Namangan davlat texnika universiteti pedagogika fanlari falsafa doktori dotsent Najmiddinova tomonidan berilgan va quyidagi kamchiliklar keltirilgan. Dissertatsiya avtoreferatlarining kirish qismida stilistik kamchiliklar mavjud. Keyingisi dissertatsiya avtoreferatida talabalarni loyihaviy dasturiy kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari tuzilma ko'rinishida berilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan kamchiliklar ishning ilmiy qiymatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi deb berilgan. Keyingisi tadrischi Buxoro davlat universiteti fizika, matematika va axborot texnologiyalari fakulteti dekani, pedagogika fanlari doktori Yo'rayev tomonidan berilgan va quyidagi kamchilik ko'rsatilgan. Dasturiy vositalar Argus, AutoCAD ishda tatbiq etilgan, lekin ularni ta'lim jarayonida qo'llash imkoniyatlari kengroq ochib berilganda ishning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi professional ta'lim rivojlantirish instituti ta'limda boshqaruv kafedrasi pedagogika fanlari doktori dotsent Rahmatullayeva tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Buxoro davlat universiteti matematika analiz kafedrasi pedagogika fanlari falsafa doktori dotsent Ubaydullayev tomonidan berilgan va quyidagi kamchiliklar ko'rsatib keltirilgan. Dissertatsiya avtoreferatida tipografik chizmachilik fanini dasturiy vositalar asosida o'qitish hamda an'anaviy o'qitish jarayonining tahliliy jadvali keltirilganda ishning qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi dissertatsiya avtoreferatida foydalanilgan dasturiy vositalar imkoniyatlarini hamda afzalliklarini kengroq yoritib o'tilganda maqsadga muvofiq bo'lar edi. Keyingisi tadrisimiz Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyasi muhandislari instituti Milliy tadqiqot universiteti pedagogika fanlari doktori professor Ismoilova tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Nukus davlat pedagogika instituti informatika o'qitish metodikasi kafedrasi pedagogika fanlari doktori dotsent Allamberganova tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Qori Niyoziy nomidagi tarbiya pedagogika milliy instituti bo'lim boshlig'i pedagogika fanlari doktori dotsent Karimov tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti pedagogika fanlari doktori professor Qayamov tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Keyingisi Buxoro davlat universiteti pedagogika fanlari falsafa doktori dotsent Hazrat tomonidan berilgan tadris ijobiy kamchilik ko'rsatilmagan. Rahmat. Ko'rsatilgan takliflarga javob berish uchun so'z Muzaffar Muhammadiyevich Shogird bo'lgan shu kishimiz. Qarshi universiteti professor Nurulay tomonidan o'zimda ishimni ko'rib chiqib taqdiz berganim uchun rahmat demoqchiman hamda demak aytilgan taqdizdagi kamchiliklarga dissertatsiyani birinchi bobida mazkur ishda ko'tarilgan muammolar atroflicha xorijiy ilmiy izlanishlar olib borayotgan tadqiqotchi kishilardan kengroq tahlil qilinganida bu yerda o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi tarchalarga ham aytish kerakki, o'sha dissertatsiyaning hajmi oshib ketganligi uchun biz uni
qo'ya olmaganmiz. Hamda keyin Namangan davlat texnika universiteti pedagogika fanlari falsafa doktori, dotsent Najmiddinov tadrisiga dissertatsiya referatini kirish qismida stilistik kamchiliklar mavjud degan tadrisda kamchiliklarni qabul qildim. O'sha keyingi ishlarimda albatta to'g'rilayman. Hisobga olaman. Dissertatsiya referatida talabalarning loyihaviy dasturiy kompetensiyalarni shakllantirish quyidagi sharoitlari tuzilma ko'rinishida berilganda maqsadga muvofiq bo'ladi degan ikkinchi tadrisga esa bu dissertatsiyani o'sha ilova qismida keltirib o'tilgan. Professional ta'limni rivojlantirish instituti ta'limni boshqaruv kafedrasi pedagogika fanlari doktori dotsent Rahmatullayeva tomonidan berilgan tadrisga dissertatsiyaning ayrim joylarida hali jumlalar mavjud. Degan ekan, men buni keyingi ishlarimda albatta hisobga olaman. Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida keltirilgan ayrim adabiyotlarning nashr yili nisbatan eski, ularni yangi nashrlar bilan almashtirish maqsadga muvofiq. Degan ikkinchi demak kamchiligiga adabiyot bu yerda qilgan adabiyotlarning ko'pchiligining asosiy adabiyotlar bo'lganligi uchun biz ololmaganmiz. Endi ishlarimizda albatta nimada yangi adabiyotdan foydalanamiz. Tugatdingizmi? Tak. O'tiring, Muzaffar Muhammadiyevich. Tak, muhokamaga o'tamiz. Tak, rasmiy appaning pedagogika fanlari doktor professor Himmataliyev Lutfulla Romanovich tak, kelolmadi. Lichiyada ekan. Shuning uchun taqrizni yuborishgan, taqrizni o'qib berish uchun so'z Abbazov Hamzaperovga marhamat. ikkinchi taqrisini to'liq gapirib bersa-da, asosiy kamchiliklarni aytsam, e'tiroz yo'q bo'lmasa. Tak, marhamat. Tak, Urinov Uyg'un Abdullayevga bo'lmasa so'z beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, a'zolari, hurmatli qatnashchilar. Muhokama etilayotgan dissertatsiya yuzasidan rasmiy appaning taqrizi tayyorlangan. E'tiboringizga shuni arz etmoqchiman. Aralov Muzaffar Muhammadiyevning topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi 13.02 ta'lim va tarbiya nazariyasi metodikasi ixtisosligida pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya vaqti referatiga rasmiy appaning taqrizi. Texnika oliy ta'lim muassasalarida yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyot jarayoniga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish, shuningdek ta'lim muassasalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash bilan bog'liq vazifalar ta'lim tizimidagi zamonaviy fikrlay oladigan innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlovchi raqobat o'sib borayotgan ta'lim xizmatlari bozorida tabaqalashgan ta'lim dasturlarini taklif eta oladigan kadrlarga bo'lgan ehtiyojni oshirmoqda. Shu nuqtai nazardan topografik chizmachilik fanini o'qitish asosida talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish dolzarb hisoblanadi. Dissertatsiya kirish, uchbob, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatidan iborat. Tadqiqot obyekti va uning predmeti maqsadi va tanlangan dissertatsiyaning boblari va paragraflari o'rtasidagi o'zaro mutanosiblik ta'minlangan. Dissertatsiyaning kirish qismida dissertatsiya mavzusini dolzarbligi va zarurati asoslangan. Muammoning o'rganilganlik darajasi tahlil qilinib, dissertatsiyaning ilmiy tadqiqot ishlari dasturi bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Tadqiqotning maqsadi, vazifalari, obyekti va predmeti aniqlangan va ishning fan va texnologiyalar rivojlanishining umumiy mosligi ko'rsatilgan. Dissertatsiyaning topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning ilmiy nazariy asoslari deb nomlangan birinchi bobida muhandislik yo'nalishi talabalarining grafik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar komponentli yondashuv asosida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish hamda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligi va uning komponentlari yondashuviga muvofiqlik aspektlari haqida fikr yuritilgan.
dissertatsiyaning topografik chizmachilik fanni o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi deb nomlangan ikkinchi bobida topografik chizmachilik fanni o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari, tamoyillari, texnika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishni modellashtirish metodikasi keltirilgan. Topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi. Ushbu metodika bo'lajak muhandislarning kasbiy faoliyatida kerakli bo'lgan grafik bilim, ko'nikma va malakalarni samarali shakllantirishga qaratilgan. Ushbu ishda talabalar grafik tayyorgarligining mazmuni va pedagogik shart-sharoitlarini takomillashtirish orqali ularning amaliy kompetensiyalarini oshirish yo'llari ko'rib chiqilgan. Topografik chizmachilik fanini o'qitish asosida talabalarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish modeli ishlab va faoliyatga tayyorlash metodikasi keltirib o'tilgan. Talabalarning topografik chizmachilik fanini o'qitishda grafik tayyorgarligini rivojlantirish modelining alohida tashkil etuvchilar loyihalash asosida amalga oshirilgan. Dissertatsiyaning pedagogik tajriba sinov ishlarini tashkil etish va o'tkazish metodikasi deb nomlangan 3-bobida texnika yo'nalishi oliy ta'lim muassasalari, geodeziya, kartografiya va kadastr ta'lim yo'nalishi talabalariga kasbiy fanlar turkumiga kiruvchi topografik chizmachilik fanni zamonaviy elektron dasturiy vositalar va interaktiv o'qitish texnologiyalaridan foydalanish va o'qitish samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan pedagogik tajriba sinov ishlari natijalari tahlili va baholash keltirilgan. Bu yerda bir narsaga to'xtalmoqchiman. Tajriba sinov ishlari ustoz savol berdilar. Nega 13% bu qanday kelib chiqdi? Dissertatsiyani 3-bobi 3-1 paragrafda dissertant tomonidan nazorat va tajriba sinov guruhlari ajratilgan. Nazorat guruhida an'anaviy dars jarayonlari olib borilgan, tajriba sinovida dissertant tomonidan taklif etilgan metodikalar orqali dars natijalari tashkil etilgan. Va ikkalasi taqqoslanganda nazorat guruhiga nisbatan dissertantni tajriba sinov guruhlari 13% yuqori darajadaligini ko'rsatgan. Bu batafsil dissertatsiyada ko'rsatib o'tilgan. Tadqiqot davomida o'tkazilgan tajriba sinov ishlari natijalarining kommunikativ kompetentligini shakllantirish orqali bo'lajak muhandislarni tayyorlash maqsadida o'quv jarayoniga kiritilgan o'quv metodik ta'minot hamda metodika asosida olib borilgan nazariy va amaliy mustaqil ta'lim mashg'ulotlari samarali ekanligidan dalolat beradi. Oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba sinov ishlari samaradorligini matematik, statistik jihatdan isbotlangan. Dissertatsiya materiallari bayon qilish ketma-ketligi tadqiqot ishining mantiqiy tuzilishiga mos keladi. Chop etilgan ilmiy ishlarda dissertatsiyaning asosiy mazmuni amaliy jihatlari va tajriba sinov ishlarining muhim natijalari o'z ifodasini topgan. Dissertatsiya ilmiy tilda ravon yozilgan. Dissertatsiya ishida olingan ilmiy natijalarni ijobiy baholash bilan bir qatorda ayrim tavsiya va kamchiliklarni ko'rsatib o'tish maqsadga muvofiq deb hisoblayman. Birinchisi, dissertatsiya ishining topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishni modellashtirish deb nomlangan 2-1 paragrafni yanada kengroq batafsil yoritib berganda ishning ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchisi, dissertatsiya ishining 2-3 paragrafda keltirilgan ayrim chizma, shakl va jadvallar ishlash metodi ilova qismida berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Uchinchisi, avtoreferatda keltirilgan pedagogik tajriba sinov ishlarida talabalarning kasbiy fanlarni o'zlashtirish darajasini aniqlash hamda qiyosiy tahlilni kengroq tushuntirib berilsa, ishning samarasi yanada ham oshgan bo'lar edi. To'rtinchisi, foydalanilgan adabiyotlar ro'yxatida so'nggi 15-20 yillardan oldingi adabiyotlar mavjud. Oxirgi yillarda chop etilgan adabiyotlardan foydalanilganda tadqiqot ishining qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar, tavsiya va mulohazalar ishning ilmiy va amaliy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Umumiy xulosa sifatida aytish mumkinki, tadqiqotchi tomonidan tayyorlangan dissertatsiya mustaqil bajarilgan
va yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalarga qo'yilgan nizom talablariga to'liq javob beradi. Aralov Muzaffar Muhammadiyevichning topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi, texnika oliy ta'lim muassasalari misolida mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishi pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya qayd etilgan ixtisoslikka to'la mos keladi. Dissertatsiya muallifi Aralov Muzaffar Muhammadiyevichning pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Rasmiy aponim Buxoro davlat texnika universiteti professori, pedagogika fanlari doktori Uyg'un Abdullayevich Yo'lin. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat, Uyg'un Abdullayevich. Marhamat, ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z Muzaffar Muhammadiyevichga. Avvalambor Buxoro davlat texnika universiteti professori Abdullayevichga o'zimni ishda demak ko'rib ta'qib berganligi uchun rahmat demoqchiman. Hamda ishda aytilgan demak kamchiliklar, tavsiyalarda albatta men kengashlarimda to'g'rilayman. Rahmat. Bo'ldimi? Tak, marhamat, rasmiy opponent. Abdullayev Do'stozor Romanovich tahlil bergan marhamat. Kamchiliklarni o'zini o'qib bermoqchi. E'tirozlar yo'qmi? Birinchi kamchilik va tavsiyalarga o'qib bersam, birinchi kamchilik va tavsiyalar tadqiqot ishining birinchi birinchi paragrafda xorijiy MDH va mamlakatimiz olimlarining muhandislik faoliyatiga qaratilgan ishlar tahlili jadvalda keltirilganda ishning amaliy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Ikkinchi tavsiya dissertatsiya ishining ikkinchi paragrafi, ya'ni 79-88 sahifalarda tipografik chizmachilik fanini o'qishda talabalarning grafika tayyorgarligini shakllantirish darajasini baholashda imkon beradigan mezonlar keltirilgan. Shu mezonlar kengroq yoritib o'tilganda ishning ilmiy qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingisi dissertatsiya ishining ikkinchi bobi, ya'ni 59-64 sahifalarda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini ishlab chiqishda xorijiy olimlarning ishlariga yana ham batafsilroq e'tibor qaratilganda ishning amaliy qiymati ortgan bo'lar edi. To'rtinchi kamchilik foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati so'ngida 15-20 yillikdan oldingi adabiyotlar mavjud. Oxirgi yillarda chop etilgan adabiyotlardan foydalanilganda tadqiqot ishining qiymati yanada oshgan bo'lar edi. Yuqorida ko'rsatilgan tavsiya va mulohazalar ishning ilmiy va amaliy qiymatiga salbiy ta'sir etmaydi. Aralov Muzaffar Muhammadiyevichning tipografik chizmachilik fanini o'qitish, bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi, texnika oliy ta'lim muassasalari misolida mavzusidagi ilmiy tadqiqot ishi, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya qayd etilgan ixtisosga to'la mos keladi. Dissertatsiya muallifi Aralov Muzaffar Muhammadiyevichni pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman deyayotgan rasmiy opponent Chirchiq davlat pedagogika universiteti professori Husnazar Himmatulloyev. Rahmat. Ko'rsatilgan kamchiliklarga javob berish uchun so'z Muzaffar Muhammadiyevichga. Marhamat. Chirchiq davlat pedagogika universiteti pedagogika fanlari doktori professor Husnazar Himmatulloyev ishimni ko'rib ta'qib bergani uchun rahmat deyman. Hamda ishda keltirilgan kamchiliklar, tavsiyalar hammasini qabul qildim. Albatta kengashlarimda to'g'rilayman. Rahmat.
Muhokamani davom ettiramiz. Kim so'zga chiqmoqchi? Kim muhokamada ishtirok etmoqchi? Marhamat. Rahmat aka. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli ilmiy kengash raisi, hurmatli ilmiy kengash a'zolari, muhtaram mehmonlarimiz bilan tashrif buyurgan. Avvalambor e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, birinchi Aralov Muzaffar Muhammadiyevich tomonidan bugun kun tartibiga qo'yilgan, bugun ilmiy yangiligi bilan o'zining chiqishini qilgan mavzusi topografik chizmachilik fanini o'qitishda bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirish metodikasi deb nomlangan. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, bugungi kunda oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi, ta'lim to'g'risidagi qonundan tashqari bugungi kunda, ya'ni asosiy talab sifatida davlat attestatsiyasi komissiyasi tomonidan qo'yilayotgan masalalar mavzuning o'rinli, to'g'ri va zamonaviy talablarga javob beradigan bo'lishligini bugungi kunda talab qilmoqda. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, haqiqatdan ham bu mavzu o'rinli, to'g'ri tanlangan. Chunki bundan oldingi himoyadagi mavzu ham juda ham o'z vaqtida o'z joyida tanlanganligi shundan iboratki, bular to'g'ridan to'g'ri tadqiqotchilar topografik chizmalarni alohida olib chiqqan bo'lsa, u tadqiqotchimiz alohida olaydi. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, bu mavzularning kelajagi bor. Sababi kelajakda agar o'sha ilm yo'lini tanlagan tadqiqotchilarimiz hammasini umumiylashtirib, integratsiya qilib, juda katta himoyaga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, tadqiqotchi shuningdek faqatgina o'zining tadqiqot mavzusi bilan cheklanib qolmasdan, to'g'ridan to'g'ri texnika oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak muhandislarning grafik tayyorgarligini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlarini to'liq dissertatsiyada ochib berishga muvaffaq bo'lgan. Yana shu bilan birgalikda yetakchi pedagog olimlarning ishlarini ko'rib, tahlil qilib, o'rganib, o'zining dissertatsiyasida aks ettirgan. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, haqiqatan ham bugungi kunda Jizzax davlat pedagogika institutida olib borilayotgan ilm yo'lidagi ishlar tahsinga loyiq deydigan bo'lsak, eng to'g'ri, eng a'lo fikrni aytgan bo'lamiz. Chunki Hazrati Rumiy bitta fikrni aytgan edi. Yaxshi kunlar kelmog'ini kutma, ular tomon bormoqni da unutma degan fikrni aytgan edi. Haqiqatan ham bunday chiroyli himoyalarning bo'lishi, mustaqil ravishda minbarga mana shunday chiqishida uchta omil sabab bo'ladi. Birinchisi ijtimoiy omil, ikkinchisi tarixiy omil, uchinchisi tabiiy omil hisoblanadi. Chunki Politexnika institutida bugungi kunda ijtimoiy ilm jarayoni bo'yicha to'liq sharoitlar tahsinga loyiq deydigan bo'lsak, eng to'g'ri fikrni aytamiz. Chunki hurmatli ustozimiz professor Alshir aka Usmonqulov tomonidan shu narsalar amalga oshirilganligini bugun hamma o'z ko'zi bilan ko'rib, qalbi bilan his qilib turibdiki, boshqa viloyatlardan kelib Jizzax davlat pedagogika instituti, Jizzax davlat politexnika institutida tasavvur qilingki, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD dissertatsiyasini go'zal va chiroyli himoya qilyapti. Tom ma'noda aytadigan bo'lsak, bu himoyalar qanaqa joyda bo'ladi desa, fazilati bor, fazilatxona bor joyda bo'ladi. Tom ma'noda Politexnika institutida bugungi kunda ma'naviy ma'rifiy jarayonlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bular faqatgina texnika sohasi bilan cheklanib qolmasdan, tahsinga loyiq bo'lgan pedagogika sohasi bo'yicha ishlarni amalga oshiryapti. Nafaqat viloyatimiz uchun kadrlar yetkazib berish bilan cheklanmasdan, butun respublikaning 12 ta viloyatiga pedagogika sohasi bo'yicha ham kadrlarni yetkazib bermoqdalar. Xitoyliklarda bir maqol borki, agar bilimli odamlar davrasida bir bora suhbat qurish, bir oy davomida kitob o'qishdan afzalroq degan. Haqiqatan ham mana shu kengash raisi o'zi sifatida hurmatli ustozimiz professor Alshir aka boshchiligida kengash a'zolari ham o'zining salohiyati bilan, o'zining bilimi bilan, intellektual darajasining yuqoriligi bilan ajralib turishi, tom ma'noda mana qo'limizda amaliy natijasi ishlar juda ham puxta, juda ham pishiq, juda mukammal ravishda bu o'zining pozitsiyasiga ega bo'lgan holatda taqdim etilyapti. Bu esa barchamizni quvontiradi. Demoqchi bo'lganim, haqiqatan ham tadqiqotchi mana shu minbarga chiqishining o'zi bu qahramonlik, bu jasorat. Uning yana tayyorgarligi shundan iboratki, qo'rqmasdan bemalol o'zining fikrini emin-erkin aytayapti. Bu esa o'z navbatida dissertantning uzoq yillar davomida
dissertatsiya ichiga kirganligi va dissertatsiya mavzusi bo'yicha juda ko'plab ma'lumotlarni tahlil qilib o'rganib chiqib va o'zining dissertatsiyasini mustaqil ravishda yozganligidan dalolat beradi. Yana bir bor men yuqoridagi ikkita opponentimiz tomonidan bildirilgan ijobiy fikrlarga qo'shilaman va kengash a'zolarini ham tadqiqotchini qo'llab-quvvatlashga chorlab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat, Rahmat Bahramovich. Yana kim ishtirok etmoqchi muhokamada? Ishtirok Baxtiyorovich, Asqar. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli Alisher Qodirqulov, hurmatli Milliy kengash a'zolari, hurmatli mehmonlar. Mana bugun bir ajoyib dissertatsiya himoyasiga guvoh bo'lib turibmiz. Jizzax Politexnika institutida tomonidan shu pedagogika bo'yicha texnika fan o'qish metodikasi bo'yicha bir yaxshi maktab yaratildi. Va yaxshi maktab yaratilganligi uchun biz xursandmizki, bugungi kunda boshqa viloyatlardan ham, demak, bizning institutimizga bu maktabga qiziqish bo'lganligidan shu maktab a'zosi bo'laylik deb kelgan talabgorlarning birini bir chiroyli himoyasini o'tkazdik. Arali Muzaffar Muhammadichning shaxsiy ma'lumotlari bilan boya kotibimiz tanishtirgan paytda ko'rdikki, bu kishi nafaqat pedagogik faoliyatda, balki o'sha injenerlik faoliyatini ishlaganlar ekan. Va dastlab ishlarini bu sohada ishlaganligi uchun bu kishining so'zlaridan, fikrlashidan, mavzuni yoritib berishidan ma'lum bo'ldiki, bu sohasini kasbini juda yaxshi biladi. Bu soha ham juda biz uchun kerakli bo'lgan bugungi kundagi dolzarb sohalardan va biz shu ishni ichida yurganimiz bilamanki, aynan shu geodezik tipografik soha bo'yicha shu soha o'qish metodikasi deyarli ishlar qilinmagan respublikada, juda kam qilingan. Shuning uchun bu ishda bir tahsin qilsak bo'ladi. Bundan tashqari bizni mana ustozlarni sovetimizda mana a'zolari, professorlarni mana yarmi texnika fanlari bo'lganligi uchun mana fazldan oldin so'rab turadi. Asosan hali hisob kitob joyidan savol berib turadi. Sizlarda iqtisodiy samaradorlik yo'qmi degan savol beradi. Bizda asosan pedagogika, demak, pedagogik samaradorlik bo'ladi. Mana bundan keyingi ishlarga mana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihati o'sha pedagogik samaradorlik joyida tadqiqotchi tomonidan natijalar olinadi, tajriba ishlar o'tkaziladi, qaysi guruhdan natija olinganligi, natijalar olingandan keyin uni natijalarini, demak, Pearsonning x kvadrat mezoni bilan yoki bo'lmasa Fisherning student mezoni bilan uni samaradorligi asosan 4 va 5 bahoga qarab aniqlanadi. Endi u samaradorlik hisoblash jarayonlari to'liq matematika. Hamma injener, hamma bu soha pedagogikada ish qilayotganlar ham matematika qismini borku, to'liq natijani olib bo'lgandan keyin foizini chiqarishiga qiynaladi va matematikadan biz yordam olamiz. Shuning uchun ba'zi holatlarda dissertantimiz o'sha foizga sal qiynalib qolib qayerdan kelib chiqqanligi, buni birinchi sababi sovetdagi ustozlarning, demak, salobati bosadi dissertantlar, ikkinchi sababi esa biz matematik yordam olamiz va undan tashqari mana mobil ilova yaratdi, platforma yaratdi, dastur yaratdi. Bu yaratgan dasturda mobil ilovani g'oyasi ichidagi hamma materiallar dissertant tomonidan beriladi, lekin uni taxlash, aytishning bolalarga yordam olamiz. Xuddi shu jihatdan biz ham, demak, 3-boblarga haqiqiy oliy matematika bo'yicha mutaxassis bo'lgan ustozlardan yordam olganimiz uchun ba'zi holatlarda shu joylarga dissertantlar tomonidan sal qiyinchilik tug'ilmoqda. Umumiy olganda tadqiqot ishini juda yaxshi, a'lo darajada bajarilgan deb hisoblayman. Tadqiqot ishini sizlar ham qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolaman. Rahmat. Rahmat. Yana so'zga chiqishlar bormi? Yetarlimi? Yetarli bo'lsa, muhokama tugadi. Marhamat, so'z sizga, Muzaffar Muhammadiyevich. Rahmat ustoz, avvalambor kengash raisi hamda shu kengash a'zolariga, ustozlarga, hammaga rahmat demoqchiman. Ularni shu ishni ko'rib, o'sha yaxshi ijobiy fikrlar bildirilganligi uchun hammaga sog'lik tilayman, hammasi salomat bo'lsin. Rahmat, salomat bo'ling. Tak. Boyagi hisob komissiyasini ishlasak bo'ladimi? E'tiroz yo'qmi? Ko'char tasdiq ishlarini so'rayman. Qarshilar, betaraflar yo'q. Asqarov Muxtor Baxtiyorovich, Egenberdiyev Fazlin Otaqulovich, Usonov Mehri Mustafayevich, marhamat. Ishni boshlang sizlar. Tak, 5 minut. Bo'lamiz, bemalol. Ekran dia mana ni? Ovoz